Menga tobutning debyuti yoqadi. Ehtimol siz buni nima ekanligini bilmayapsiz. Keling, shaxmat bilan shug'ullanaylik. Bu shunchaki maydonda yog'och figuralar bilan o'ynash emas, balki aqllarning haqiqiy jangi. Har bir harakat sizning analitik qobiliyatingizni bashorat qilish, manipulyatsiya qilish va tuzoqlarni qo'yish qobiliyatingizni sinab ko'rishdir. Asosiysi, shaxmat sizga diqqatni jamlash intizomini o'rgatadi. Bu yerda siz sovuqqon va diqqatli bo'lishingiz kerak. Har bir noto'g'ri yurishingiz partiyaga qimmatga tushishi mumkin. Siz nafaqat harakatlaringizni tushunishingiz kerak, balki dushman bu doimiy tahlil va noto'g'ri hisoblashni bir necha qadam oldinga nima qilishini oldindan bilishingiz kerak. Bu shaxmatni chindan ham qiyin va qiziqarli qiladi. Shuning uchun, agar siz hali shaxmat o'ynamagan bo'lsangiz, buni shunchaki o'yin kulgi emas, balki sinab ko'ring va zerikarli deb o'ylamang. Siz hali tushunmadingiz, qanchalik hayajonli bo'lishi mumkin. U bu o'yinni tuzoq kabi o'ziga tortadi. Endi siz undan chiqishni xohlamaysiz.